Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, Telegram guruh a'zolari. Videoni yangidan ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib oling va Telegram guruhimizga a'zo bo'ling. Mana o'sha yerda ko'pchilik o'sha asadik fraksiya videolarini ko'rib, o'rganib, o'zi samostoятельно qo'llab foydalanib kelayotgan ko'pchilik fuqarolar bor. Va natija kanalimiz ham bor. O'sha har bir o'sha foydalanayotgan odam o'zidan qanaqa holatlar o'tayotgan holatlarni yozib boradi. Bugungi videomiz navbatdagi giyohimiz chistotil nastoykasi haqida. Mayli, hozir olayotmayman. Men bu nimaga o'xshagandek nastoyka, xuddi shunaqa nastoyka, chistotil nastoyka. Bu chistotil o'zi o'sha toza teri degan ma'noda, ya'ni чистая кожа degan ma'noda qo'yilgan nomi chistotil. Endi o'sha asosan nima terini tozalash ma'nosida aytiladi. Bu giyohda o't. Bu O'zbekistonda ham bor. Lekin men Rossiyadan olib keltiraman buni. Sababini boshqa videolarda aytganman. O'sha baribir o'sha giyohni ta'sir qilish darajasi Rossiyan giyohlari juda ham katta farq bergan va ishonchliligi uchun ham olaman. Aniq bir dozirovka, aniq bir standart bor. Mana shu ham faqat asosan Rossiyaniki 90% dan ziyod giyohlarimiz Rossiyaniki. Altay mana shunaqa. Endi bugun chistotil nastoyka bor, giyohni damlab ichishingiz mumkin, sok chistotil bor. Mana shunaqa. Chistotil nima uchun qo'llaniladi? Birdan men videoning boshidan aytib qo'yishim kerak. Ko'p bizda ishlatilayotgan, ko'p beriladigan savol. Mana torch infeksiyaga so'raysizlar, gerpeslarga so'raysizlar, asadik fraksiyani aytsa bo'ladi. Lekin shu bilan birga nima qilish kerak? Mana shu lecheniyangizga chistotilni qo'shsangiz zo'r bo'ladi. Chunki bu viruslarga juda ham kuchli qarshiligi. Zaharli giyoh hisoblanadi chistotil. Mana shu har xil viruslarga, qondagi viruslarga chistotil nastoykasi juda ham yaxshi. Endi hozir men o'sha qadar o'sha bilganimizcha nimalarga qo'llaniladi, asosan shularni aytib o'tamiz. Qolganini mana internetdan o'zingiz qarab o'rganib ko'rishingiz mumkin. Men faqat tavsiyam o'sha mana organizmda tozalab qilgan paytingizda, men 4-darajali tozalov videosini chiqarganman. 5 ta qismdan iborat hozirgi kungacha. O'sha tozalov qilgan paytingizda mana Alfit 3 olasiz. Omik kapsula, sirka, sultonul shifo, gijjaga olyapsiz, butun parazitlarga olyapsiz. Mana shularni bir sira o'zi qilayotgan paytingizda taxminan 1 oylar o'tishi bilan chistotil nastoykani ham qo'shib olsangiz, keyin yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Jigarga ham kerak bu narsa. O'sha bir sira bir ichlarni surib, ichaklarni bir sira tozalab, yurg'izib olgandan keyin o'sha proses ketayotgan paytda o'sha retseptga nima qilish kerak? Chistotil nastoykasimi, chistotil damlamasimi, chistotil sokimi, qaysini topib olsangiz, shuni qo'shib olsangiz yaxshi. Endi bizda mana chistotil nastoyka bor hozirgi kunda. Endi agar zakaz beraman desa, mana yuqorida shaxsiy Telegram yozilgan, nastoyka kerak deb murojaat qilsangiz, chiqarib beriladi. Yoki gruppadan so'rasangiz ham, lichka ham bor o'sha yerda. Endi qarang. Mana sizga nima qilib ketaman? Какие болезни лечит chistotil? O'sha oshqozon yazvasida, gastritda, pankreatitda, xoletsistitda, o't qopida, nevrozlarga, artrozda, revmatizmda, podagra, ya'ni o'sha
bo'g'imlarda shishlar paydo bo'lishda, endometriozlarda, tish og'riqlarida va jigar kasalligida qo'llaniladi deb umumiy aytib ketyapti. Lekin yana mana qarang. Сок чистотель применяют при дерматит, псориаз, папилломах, язвах, чесотках, гриппе, бородавках, герпес и угрях. Teri kasalliklariga bular ham ichiladi, ham surtiladi. O'sha nastoykasiga suv qo'shiladi-da, surtiladi. Endi mana bu hol debman, holga surtish kerak emas. Nima sugal chiqadi-ku, sugal chiqqanda surtiladi nastoyka, faqat chist nastoyka surtish kerak emas, ehtiyot bo'lish kerak. Kuydiradi-da bu, chunki o'sha sharamga o'xshab dog' bo'lib qolish kerak emas. Asta-astalik bilan shoshmasdan qilish kerak. Mana bu papillomalar bo'ladi. Papilloma virusi mana bo'yinlarda ko'pchilikda chiqadi, bunaqa terichaga osilib o'xshagan. Yaxshi ta'sir ko'rsatadi o'sha papillomaga ham. Faqat o'sha papillomaga o'sha nastoyka bilan surtiladi. Faqat ba'zi birlar chist o'zini tegib chiqadi kuydirish uchun. Va hokazo. Kremlari chiqib ketgan hozir chistotilli. O'sha men internetda ko'rganman. Imенно papilloma uchun surtiladi. Bu yaxshi natija beradi papilloma. Ko'p so'raysizlar papillomani ham mana chistotil nastoyka. Acidic fraksiya ham xuddi shunday papillomaga foyda berganligi haqida ko'pchilik yozadi. Men shaxsan o'zim ko'rmaganman-u. Faqat qanday qo'llaganini aytishim mumkin. O'sha masalan acidic fraksiya bo'lsa, chist o'zini deydi. Masalan, shprisga tortib oladi-da, keyin uxa chistga bor-ku. Quloq kavlagiga tozalagan uxa chistga tomiradi va chist o'zidan-da keyin o'sha nima qilib papillomaga tegirib chiqadi har kun 1 marta, 2 marta. Asta-sekinlik bilan o'sha qurib yo'qolganligi, tushib ketganligi haqida natijalarni nima qilganman. Ba'zi bir kishilar aytgan, shunaqa bo'ldi menda deb ma'lumot sifatida aytib ketyapman. Demak, xo'p, чистотель способствует замедлению пульса. Чистотель yurak urishini sekinlashtiruvchi xususiyatga ega. Давленияni tushiradi, og'riq qoldiradi. Protivmikrobniy va antivirusniy sredstva deyapti. Faqat o'sha kuchli zaharli giyohvand bilan shu ehtiyot bo'lish kerak dozirovkalarda. Xo'p, endi yana hozirroq mana bu yerda o'qiymiz. Chistotel это простой доступный лекарство. Xo'p, bunda juda ko'p nimalar bor, alkaloidlar bor, 20 dan ziyod, karotin bor, organik kislotalar bor, flavonoidlar bor, askorbinik kislota, жирные масла, сапоны, горечица, смолистые вещества. Настойка bu ham shunday terini yaxshilashi, viruslarni tozalashi, teri kasalliklarida, yaralarni tiklanishda, psoriazlarda tezroq effekt beradi. Chistotel bogat vitaminim A, E, C. Qarang, противопоказания, qarshi ko'rsatmasi, o'sha individualniy neperenosimos komponenti, ya'ni individual qabul qila olmaslikmi shunaqa. Homiladorlik paytida mumkin emas, emiziklik davrida mumkin emas, bronxialniy astmada mumkin emas, epilepsiyada mumkin emas. Va juda qattiq asabiy odamlar bo'ladi, yo'q, asabiy odam emas, juda ham qattiq trevojniy, asabiy bo'lib turgan paytlarda mumkin emas. Yurak kasalliklarida mumkin emas va 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga mumkin emas. Qabul qilinishi, mana aynan shu nastoykani qabul qilinishi 15-20 tomchidan 15-30 tomchigacha 50 gram suvga aralashtirib 3 marta kuniga ichiladi. Ovqatgacha. Ovqatdan oldin, ya'ni 1 oy.
keyin davom beriladi. Bir 2 hafta keyin yana davom etishi mumkin. Bu kuchli giyoh hisoblanadi. Mana shu men giyohini olib kelgan paytimda giyohida baribir o'sha aytaman, boshida kamroq qabul qilinglar deyman. Juda ham moshni bir ikkita gruppalarga ham kirib tavsiya bergan paytlar bo'ldi. Aqllilik qilib, men hatto o'sha chistotilli giyohida yozilgan, misol 1 choy qoshiq, misol o'ziga hatto yozilgan 1 choy qoshiqdan 2 mahal deb yozilganda, damlab ichasiz deb. Men o'sha har kimga aytaman, kichkina dozadan birinchi, ikkinchi kun ko'ring deyman. Keyin 2 qoshiq ichmang deganman-da, hatto yozilgani bo'yicha 1 choy qoshiq yetadi deyman. Bir ikkita men aqllilar bordi gruppamizda, bir kun ko'rib qoldim. O'sha 3-4 marta damlab ichsa bo'ladigan joylarni ko'rib qoldim. O'sha mazasi qochib qolgan o'shalarni. Hattoki bir choy qoshiq ichganlarda ba'zi birlarda bosh og'riq qilib, yomon qilgan holatlar bo'lgan. Chunki organizm har xil kichkina doza bilan topib olish kerak birinchi. O'sha shoshish kerak emas. Kuchli narsa, asta-astalik bilan bo'layotgan narsa. Shuning uchun gрамотный keyin o'sha giyohda bar adash bo'ladi. Bunaqa giyohlarda ehtiyot bo'lish kerak-da. Hamma o'sha giyohda ham bar gрамотный olib borish mumkin bu asta-astalik bilan, lekin baribir ko'p xatoliklar bo'laverdi chistotil giyohida. Shuning uchun nima qildik? Nastoyka yaxshi. O'sha effektni beradi. Qulay, ichishga ham oson, tayyor narsa, damlab o'tirmaydi, dozirovkada adashmaydi. Kapli bilan nima qiladi? Endi spirtdan tayyorlangan uchun ba'zi birlar xohlamaydi. Menga giyoh bering deydi, lekin hozir giyohini olib kelmayapmiz. Endi bemor odamga spirtli nastoykani ichadi-ku, ba'zi birlar endi taqvo qiladi, xohlamaydi. Lekin bizda yo'q. Hozircha biz giyohini olib kelmayapmiz. Bilmadim, keyinchalik olib kelmasak, agar bo'lmasa o'sha giyohini olib nima qilasiz? O'sha instruksiya bo'yicha damlab qo'llashingiz mumkin. Endi narojniy kelayotgan bo'lsa, narojniy nastoykasidan, sokidan nima qilasiz? Foydalanasiz. Giyoh damlab qilsa ham bo'ladi-yu, lekin u mana bu o'sha imkon qadar nastoyka yoki sok variantini narojniy surtgan yaxshi. Demak, o'sha 13 minut bo'lib qolibdi. Demak, bugun shu chistotil nastoykasi haqida gapirmoqchi edik. Siz ikki fraksiya bo'yicha savollarga nima uchun javob bermasligimizni bilasizlar. Kommentariyaga bar yozib qoldiryapsizlar. Ba'zi birlar so'kayapsizlar. Endi yangidan kirgan odam bilmaydi-da, nima uchun biz javob bermaymiz. O'sha 20-qismga tushuntirib qo'ygan biz hamma savolga почти javob berilgan. Savolingiz bo'lsa gruppaga kirib, ichayotganlar bilan savol qilib, so'rab, maslahat so'rashingiz mumkin, yo'l yo'riq so'rashingiz mumkin, o'rgatadi deb tushuntiryapmiz biz. Nima deydi? Toqati ko'targan, qabul qilgan, o'sha bor narsaga shukr qiladiganlar bo'lsa, yutug'i bo'layapti, o'rganib, nima qilyapti, davolanib ketyapti. Dadasining erkasi bo'lib katta bo'lganlar tumshug'i osmonga bo'lib nima qilyapti? So'kib chiqib ketyapti. Bugungi videomiz shundan iboratdi. Salomat bo'linglar.